Ya ona namini bilmaysan, nima gapirasan? Zaifaq qording. Nima dedim ben senga bir narsa? Ming'illab chala. Zaifaq jalab yashab bo'ladisan-da, seni yo'qmi chala? Uyda o'tirib qolsa bo'ldi. Yo'qotman meni onangni ishi. Qaramaydimi? Nima bor mashtal bilan bilib turolmayman men uyda. Nega turolmaysan? Onangni amiga turolmayman. Onangni ishi siqsin san deb, tushundingmi? To'yi alohida, joyi alohida. Nima alohida? Dindan qo'ya qolsin o'zini uyga. Nimaga yo'q qoladi? Onasini amni bormi o'tda chala? Onangni amiga borib qoldingmi chala? Ajratadigan bo'lsa. Qachon aytdi? Qo'ymardi gapirgansan. Tushundingmi? Nima do'stman debdi. Ularni otasi chala, sen nikto'san. Pashol nahxu. Sanlar menga nikto'san. Onangni amni tuhmat gapirma, rol o'ynama, dalbayoqma. Ami chiqarib tashima, uni jo'nib tashima hozir. Qo'y zaifat. Qo'y bo'lmasa. Qo'y dalbayoqqa men jonimni tep ketding. Seni ko'rsam shu nervisiz qolmanman. Siqirt. Siskiray, dalbayoq bile. Qisqanda. Qaz gapirmam uchun ovozing. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bitta narsani iltimos qilardim. Bilib bilmasdan har narsani chiqaravermaydi. Kechasi bilan hamma mana shu videoni tashlabdi. Kimdir Parkentdan ekan deydi, kimdir Yangiyo'ldan ekan deydi, kimdir qo'shnisini uryapti ekan deydi, kimdir qarindoshini uryapti ekan deydi, kimdir uyiga kimdir kirib qolgan ekan o'shancha uryapti ekan. Har xilcha ma'lumotni chiqarib tashlashyapti. Iltimos bilim bilmasdan har narsani chiqaravermaydi. Eng to'g'ri yo'li rasmiy munosabatni kutish. Ichki ishlardan, viloyat ichki ishlaridan rasmiy munosabat bildirib, shunga tezroq chora ko'rishlarni iltimos qilardi. O'shanda hammamiz bilib olamiz, kim bu, nima qilgan, qo'shnisimi, Parkentlimi, Yangiyo'llimi, onasimi, xolasimi, o'shanda bilib olamiz. Agar rostdan onasiga mana shu ish qilgan bo'lsa, bir ko'chaga chiqarish kerak deb bo'ladi. Ko'chaga chiqarish kerak. Ana tepgan oyog'ini, yoqasini ushlayotgan qo'lini bir joyga bir tiqib qo'yarmidik. Shuncha mehnat qilib, shuncha qiynalib, tug'ib katta qilib voyaga yetkazganda mana onasiga rahmat olib kelyapti bu. Erkak hali vaqti keladi mayli. Iltimos qilardim, kimdir tanisa buni ko'chada nimadir qilib yurmaylar. Ichki ishlar o'zini chorasini ko'radi, o'zini tartibida, belgilangan tartibda. Hech qanaqa noqonuniy ish qilib yurmaylar, sana sud qilib yoki boshqa narsa qilib. Noto'g'ri ish to'g'ri, lekin hozir kerak emas bu narsa. Chorasini ko'radi ichki ishlar. Hammaga rahmat. Har xilcha bilib bilmasdan ma'lumot tarqatmaylar o'rtoqlar. Onasining yordam kerak, odam qancha yeyishingdi bak. Aka keling, tuxumimizni ushlab turamiz. Yo'q, rahmat. Qitig'im bor. Men Mavlonov Odiljon Sultonovich 1985-yilda tug'ilganman. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Qayermanfay Saralmarisdek ko'chasida. Men shu jigar sirrozi bilan yildan beri olishib kelyapman. Shuni mablag' yetmagani uchun operatsiyaga bora olmayapmiz. Iltimos yordam berishingizni so'rayman. 3 ta voyaga yetmagan o'g'lim bor. Ular yetim qolib ketishmasligini so'rayman sizlardan. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Akamizni ko'ryapsizlar, eng oxirgi darajaga kelganlar, qorinlari juda ham ishib ketgan. Akamizni 3 ta farzandlari bor ekan. Akamiz uchun ham emas, mana shu 3 ta farzandlari uchun do'stlar yordam beringlar. Bu yerdanmi yo pastga qarayapsiz? Qayerga qarayapsiz? Amizga. Hozirdanmi? Ha, sizni yo'q qo'yingiz buzug'a. Ammangizga deyman, ammangiz kuzatib o'tiribdilar bizani. Turing, alib kelaylik.